Hürmetki sazaver, milletperver zat, Şarkı Türkistan milli küreş tarixinin şahidi ve Uygur milletperverlik edebiyatının vekillerinden biri Ahmet İgenberdi Efendi, Avustralya'nın Adelaide şehrinde 2026 yılı 20 aprel 89 yaşında alemden öttü. Muhterem Ustaz Ahmet İgenberdi, meyli vatan içinde bolsun, yoki muhaciratda bolsun, bütün hayat musabisi Uygurlarning mustaqillığı ve öz taqdirini öz belgilash huquqini qo'lga keltirish yo'lidagi kurashlarni davom qilib kelgan. Ahmet İgenberdi 1937 yılı Şarkı Türkistan'ның Jemisar'da tug'ilgan. O'smirlik davrida Urumchiga ko'chib kelib, Urumchi 2. Darul Mualliminni ve arqadan atalmış Şinjan Universitetini 1957-1962 yılları Toshkentdagi O'rta Osiyo Universitetini tamamlagandan keyin Tarim jurnalida tahrir bo'lgan. Milli kurshi ve vatanperverlik fikrleri sebebinden milletçi deb ayıplanıp sürgün kılıngan. 1969 yıldan 1979 yılgacha atalmış Eksel inqilobchi degan jinoyat bilan 10 yıllık türme ve emgek bilan o'zgartish meydanını baştan kechirgan. Hayati Uyghur xalqining taqdiri bilan zich bog'langan, yosh vaqtidala milliy ong ve erkinlik arzusi bilan yetilgan Ahmet İgenberdi 1985 yılı Avustralya'ya köçüp gelip muhacirat hayatını başlagan. Ustazımız Ahmet İgenberdi 1980 yıllarda Avustralya'ya köçüp çıkıp muhacirat hayatını başlagandan buyan Uygur milli kimligi ve Şarkı Türkistan'ның mustaqillik için ilip bargan faaliyetlerini hiç kaçan toxtatmagan bulup, onun edebi icadiyetleri küreşler bilen girelişip ketken idi. Onun 4 tomluq Ahmet İgenberdi icadi tallanma eserleri resmi neşirden çıkıp tarqıtılgan bulup, bu 4 tomluq toplamның birinci tomi Ahmet İgenberdi'nin 1953 1954 yılı ilan kılgan tunca şiirden başlap, onun 1969 yılıdan 1979 yılları arasında Ürümçideki türme hayatı jaryanida yezip, fidakar sepdaşlarının yardım bilen sırt qilib çıkılıp saklanıp kalgan bir kısım şiirleri ve türmeden çıkkandan keyinki muhacirat hayatida yazgan şiirleri, dastanları kirgizilgan. Kalgan 2 tomga, onun 1990 yıllardan keyin yazgan publistiklik maqalalari, oçerikleri ve başkalar kirgizilgan. Yani bir tomu bolsa ilgiri neşir kılıngan hayat eslemelerden ibarettir. Merhum ustazımızın şiiri ve maqalalari Uygurca, Türkçe, Özbekçe, Kazakça, Rusça ve İngiliz tillarda neşir kılıngan. Onun eserlerde vatan, hicran, erkinlik ve mustaqillik temaları asaslık orun tutudu. Onun Uygur xalqiga miras qoldirgan eserlerden zindandan yanırgan otliq sadalar, Şarkı Türkistan Türk dünyasının qanliq yarısı, Şarkı Türkistan vatanim mening, hicran derdi, Şarkı Türkistan ve milli mustaqillik, biografilik roman hayat menzilleri qatorliqlar var. Ustazımızның mücadelesi ve siyasi faaliyeti 1960 yıllarda Xitoy siyosatiga qarshi ochiq xat harakatiga qatnashgan. Bu sebep bilen qiyin siyasi besimlar ve türme cezası uçurgan. 1985 yılı Avustralya'ya köçüp çıkkandan keyin 1992 yılı Avustralya'da Şarkı Türkistan cemiyetini kurup, kurguç reis bolgan ve onun rehberligida Uygur tili mektebi, meşrep faaliyetleri yolu koyulup, Avustralya'daki Uygurlarının siyasi panaqlıq meselelerinde ilgirleş bolgan. Şundaqla o xalqara sahnedimi aktiv rol oynap, Yevropa parlamentida faaliyet qilgan ve Şarkı Türkistan Milli Qurultayının qurilishiga qatnashib vazifa algan. Ahmet İgenberdi şairli emas, belki bir milli mujohid, teşkilatçı ve rehber. Onun 70 yılga yaqin mücadelesi Uygur xalqining erkinlik ve mustaqillik yolidagi kurshi bilan zich bog'langan bo'lib, onun kurash hayoti ve eserleri keyingi avlodlar uchun qimmatli bir miros bo'lib qolgusi. Dünya Uygur Qurultayı bu vaqtda maxsus ta'ziyanoma e'lon qilgan bo'lib, Qurultayning ta'ziyanomasiga mundaq deyilgan. Uygur xalqining peshqadam ziyolisi, faxrlik o'g'li, mashhur shoir ve edib, siyasi faoliyatchi ve vatanparvar ustozimiz Ahmet İgenberdi Efendining 2026 yılı 20 aprel kuni Avustraliyaning Adelaide shahrida vafot bo'lganlik xabarini cho'nqur qayg'u hasrat ichida topshirib oldik. Ustazımız Ahmet İgenberdi Efendi öz hayatını Şarkı Türkistan xalqining erkinligi, milli kimligi ve izzat obro'yini qo'g'dash uchun kurashga beg'ishlagan büyük bir shaxs edi. O 20. asrdan boshlab bugungacha davomlashgan Şarkı Türkistan'ның siyasi,
ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy tarixining tirik shohidi bo'libla qolmay, balki bu tarixni o'z qalami va ruhi bilan xotirlab qoldirgan muhim adiblarning biridir. Marhumning kurashlari va ish izlari hargiz unutilmaydi. U Sharq Turkiston xalqining qalbida abadiy yashaydi. Marhum ustoz Ahmad Egambardi 1937-yili Sharq Turkistonning Jimisar noyasida tug'ilgan bo'lib, o'smirlik chig'ida oilasi bilan Urumchi ko'chib kelgan. U atalmish Shinjong universitetini bitirgandan keyin 1957-yildan 1962-yilgacha Toshkentdagi O'rta Osiyo universitetida o'qigan. Keyin Tarim jurnalida tahrir bo'lib ishlagan. Xitoyning mustamlik siyosatlariga qarshi chiqqanlik uchun 1969-yildan 1979-yilgacha turmada yotgan. Turmadan chiqqandan keyin Miros jurnalida tahrir bo'lib xizmat qilgan. Ahmad Egambardi apandi 1985-yili vatandan ayrilib Avstraliyaga yerlashgan. U 1992-yili Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining qurg'uchi raisi bo'lib, bu jamiyatning qurilishiga boshlamchilik qilgan. Shu yili Istanbulda chaqirilgan Sharq Turkiston Milliy qurultayida qurultay raisi bo'lib saylangan. Marhum ustoz Sharq Turkiston davosini xalqaro tanishtirishda alayda rol o'ynagan edi. U yana 1996-yili 11-oyda Germaniyada o'tkazilgan tunji navbatlik Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultayiga qatnashgan. 1999-yili Myunxenda ochilgan Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultayi Yevropa Sharq Turkiston birligi va Sharq Turkiston informatsion markazi qatorliq 3 tashkilotning sohibxonligida o'tkazilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayiga qatnashib, o'zining qimmatli fikrlarini bergan edi. Uning 70 yilga yaqin davomlashgan ijodi hayotida qalamga olgan she'rlari, dostonlari va publistikalik asarlari millatimizning qalb ovozi va kurash ruhining jonliq ifodasi bo'ldi. U 200 parchadan ortiq she'r, Tarimdan xat nomli uzun doston, 1500 betdan ortiq maqola va obzorlarni, shundaqla Hijron dardi, hayot manzillari, Sharq Turkiston vatanim mening qatorli qimmatli asarlarni yozib qoldirdi. Uning 70 yillik ijodiyatining javhari bo'lgan 4 tomliq tanlanma asarlari Uyg'ur adabiyoti va siyosiy tarixida alohida o'rin oladi. Marhum ustoz har qanday qiyinchiliklarga duch kelsimi, qalamini to'xtatmadi, umidini yo'qotmadi, ruhini so'ndirmadi. Aksicha, uning asarlari millatimizning tarixi, qayg'u hasrati va umid intilishlarini keyingi avlodlarga yetkazib beradigan muqaddas merosga aylandi. Bugun Uyg'ur xalqi bir buyuk adibdan, bir dona ziyolidan, harmas talmas ilhom manbasi bo'lgan bir kurashchidan va qat'iy irodalik bir milliy rahbardan ayrilib qoldi. Biroq uning qoldirgan tugamas ruhiy merosi, ijodiy asarlari va da'vo yo'lidagi xizmatlari bizga kuch, umid, iroda va yo'l ko'rsatguchi bir mash'al bo'lib qoladi. Dunyo Uyg'ur qurultayi marhum Ahmad Egambardi apandining oilasiga, yaqinlariga, sabdoshlariga va butun Sharq Turkiston xalqiga cho'nqur ta'ziya bildirdi. Allohdan marhumga rahmat, yotgan yerining jannati bo'lishini tilaydi. Ruhi shod bo'lsin. Yo'limiz uning orzu qilgan erkin va hur Sharq Turkiston uchun olg'a ilgirlab davom qilsin.